boylik to'la dalasi haqiqatan ham ilgari mana shu dalalar ochiq yotgan maydonlar edi. Hozir yo'lning har tomonlariga gigant korxonalar soni juda ham ko'paymoqda. Shu korxonani tushiramiz sonda? Yo'q, biz Beruniy tomon yo'l olamiz. Hozir prezidentimiz tomonidan qarorlar, farmonlar qabul qilinmoqda. Bular xalqning hayoti yaxshilanishiga, shu bilan birga hududlarning rivojiga xizmat qilmoqda. Beruniyda ham yangiliklar ko'p. Biz buni yo'l-yo'lakay ko'rsatamiz. Islohotlar islohot uchun emas, balki xalq insonlar uchun xizmat qilsa, unda o'zini to'la oqlagan bo'ladi. Yurtimiz bo'ylab turli sohalar faoliyatini rivojlantirish, natija o'laroq odamlar uchun yangidan-yangi imkoniyatlar hajmini oshirishga qaratilgan ishlar ko'lami ortmoqda. Demak, prezidentimiz tomonidan boshlangan ezgu tashabbuslar, istiqbolli g'oyalar amalda samara berayotir. Muhim jihat shundaki, e'tirof etishga azrli keng yangilanishlar zanjiri hatto olis qishloqlar, chekka hududlarga qadar kirib borayotgan edi. Beruniy tumani 40 ta ovul va mahalla fuqarolar yig'inlarida 211 mingdan ziyod aholi istiqomat qiladigan tuman bugun yangilanishlar quchog'ida. Prezidentimiz tomonidan qabul qilinayotgan qaror va farmonlar mazkur hududning rivojiga va aholining farovon turmushiga yo'l ochmoqda. Tumanda har bir sohada yangiliklar bisyor. Xususan prezidentimizning 2022-yil 31-avgustdagi Qoraqalpog'iston Respublikasida tadbirkorlik, innovatsion texnologiyalar va infratuzilmalarni jadal sur'atlarda rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga muvofiq bir qator imtiyoz va preferensiyalar berildi. Mana shunday imkoniyatlar ko'plab yurtdoshlarimizga qo'l-qanot bo'lmoqda. Yo'l-yo'lakay tuman bo'ylab ijodiy safar qilar ekanmiz. Chekka hududlarda, olis qishloqlarda ham ko'plab tadbirkorlar erkin faoliyat yuritayotganiga guvoh bo'ldik. Ma'lumot o'rnida 2025-yilning ayni kuniga qadar Beruniy tumanida 17.360.4 ming AQSh dollari miqdorida eksport ishlari amalga oshirilgan. Tumanda tadbirkorlik qilish uchun qulay muhit paydo bo'lgan. Natijada ishbilarmonlikka layoqati bo'lgan insonlar o'zlarining biznes rejalarini amalga oshirishmoqda. Hududda bugungi kunda import o'rnini bosuvchi, zarur bo'lsa, eksportga chiqarishga arziydigan mahalliy mahsulotlar ko'paygan. Ayniqsa qurilish materiallari bozori keyingi yillarda ancha taraqqiy etdi. Joylarda keng ko'lamda qurilish ishlari ketmoqda. Aslida shuning o'zi ham yurtimiz rivoj topayotganini bildiradi. Ijtimoiy binolar, muhtasham qurilmalar soni ortib, natijada bu hududning ko'rkiga ko'rk qo'shmoqda. Ana shu qurilish sanoati uchun zarur materiallarning hududlarda ishlab chiqarilishi esa muhim voqelikdir. Ilgari asosan xorijdan keltiriladigan mana shunday qurilish materiallari endi o'zimizda Qoraqalpog'iston Respublikasining har bir tumanida ham ishlab chiqarilmoqda. Tadbirkorning tashabbusi, g'oyasi mana bir nechta odamning ish bilan bandligini ta'minlayapti. Shu bilan birga mana shu turdosh mahsulotlarning narxining arzonlashishiga xizmat qilyapti. Bu o'zingiz ko'rib turganday bu оборудованияni Xitoydan olib kelganmiz, sababi Lazin salonning o'zini, mana temir lislakizlar Lazin salonning o'zini 37 ming dollarga olib kelganmiz 2024-yil. Ularga riverot bor, eshak mebellarni, har xil mebellarni o'yib naqsh dizaynlar tushiradigan riverotlarimiz bor. Ular Lazin salonga o'xshash bir xil vazifa bajaradi. Ana taxtalniki, bu metallniki. Ona olib kelganmiz 28 ming dollarga olib kelganmiz. Endi shu texnologiyalar asosida biz turli xil o'zimizning korxona bor ekan, zavodda ishlab chiqarganda hamma narsani moslamalar ishlab chiqaryapmiz. Undan oldin givishni salonga olib keldik 22 ming dollarga. Tadbirkor Rimbergen Allabergenov ilgari o'zi ishsizlikdan, daromad topish istagida xorijda ishlab, muhojir ishchi sifatida oila boqardi. Yurtimizda yaratilgan tadbirkorlik muhiti haqida xabar topgach, o'zi tug'ilib o'sgan hududga Beruniyga kelib, tadbirkorlikni boshladi. Dastlab 30 million so'm miqdordagi kredit bilan ish boshlagan yosh ishbilarmon bugun o'z brendiga ega bo'lib, bir necha turdagi qurilish materiallari, temir buyumlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Boshida bir necha o'nlab odamlar bilan faoliyat boshlagan tadbirkor bugun 100 ga yaqin odamni ish bilan ta'minladi. Mana mamlakatimizda tadbirkorlar uchun imkoniyatlar keng. Siz qaysi birlardan foydalandingiz? Siz mana shu nimadan boshladingiz? Qanday boshladingiz mana shu faoliyatni? Endi bu faoliyatni boshlagan sababi bizlar Qozog'iston Respublikasida 12 yil u yoqda musofirchilikda ishladik, immigrant bo'lib ishladik. Shu yoqda uylanganlarimizning barchasini keldikda O'zbekistonga kelib o'z ishimizni kelib boshladik. Endi prezidentimizga ham aytganday tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlayotgan ekan deganlar ishda kelib shu yerdan tadbirkorlarimiz boshlayapmiz. Bir so'm pulimiz yo'q, qarasak. 33 million so'm kredit olib berdi. Shu asosida eng birinchi gipsimizni qarzga oldik. Eng birinchi boshlaganimiz pinoblok. Hozirgi kunda qurilish materiallari bizda 16 xildan ortiq qurilish materiallari ishlab chiqariladi bizning korxonamizda. Va undan boshqa o'zingiz boya ko'rib o'tganday joy odamlarning joylarini olib beramiz. Ularning barchasi o'zimizning firmamizdan, o'zimizning kompaniyamizdan chiqib yotgan mahsulotlar. Bizlar tashqaridan hech qanday ne sotib olmaymiz. Hammasi shu uylar barchasi o'zimizning materiallarini bitib turibdi.
xalq. Mana hozir siz faoliyat boshlaganingizdan keyin necha odamni ish bilan ta'minladingiz? Shu bilan birga yana qo'shimcha savolimiz bor. Mana siz mahsulot ishlab chiqarib boshlagandan keyin mana shu turdosh mahsulotlar narxiga qanchalik sizning mahsulotlaringiz ta'sir qildi? Bizning Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida 30% ga narx-navolar tushib ketdi. Hozir kunda biz qurilish materiallarimizni ishlab chiqarib turibmiz, 30% ga arzonladi. Undan boshqa O'zbekistonning barcha viloyatlarına tarqab yetkazib beribmiz. Pedagoglarimizdan biz Xorazm, O'zbekistonning shu barcha 12 viloyatga solib turgan maktablar bor, domlar bor. Bizlardan bizning korxonadan shu sifatini qarab, laboratoriyada o'tgandan keyin biz ham qurilish materiallarni olib turibdi. Hozir kunda ishlar soni 100 dan oshadi. Qahramonimizning rejalari ko'p. Qurilish sohasida o'zining izini qoldirish, qo'shimcha tarmoqlar yaratib, yana ko'plab yurtdoshlarimizni ish bilan band qilishni ko'zlamoqda tadbirkor. Mamlakatimizda yaratilayotgan sharoitlar esa bu kabi tashabbuskor insonlarga chin ma'nodagi suyanch va qanot bo'lmoqda. Davlatimiz rahbari tadbirkor boy bo'lsa, xalq boy bo'ladi deb e'tirof etganidek, hududlarda ishbilarmonlarning faoliyati har tomonlama qo'llab-quvvatlanmoqda. Shuni aytib o'tish joizki, keyingi 3 yilning o'zida birgina Qoraqalpog'iston uchun 25 dan ortiq prezident farmonlari va qarorlari qabul qilinib, natijada xalqimizga, shu jumladan aynan tadbirkorlarga qulayliklar yaratib berilmoqda. Raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, Beruniy tumanida ayni kunda 240 ta sanoat korxonalari bo'lib, shundan 237 tasi kichik korxona va mikrofirmalar sanaladi. Navbatdagi qahramonimiz ham tumandagi umidli tadbirkor yoshlardan biri. Suhbatdoshimiz ilgari otam sut mahsuloti, xususan tvorog so'raganda Beruniy tumandan topolmasdim. Bugun esa o'zim ishlab chiqaryapman deydi. Beruniy tumanida chorvachilik taraqqiy etgan sohalardan biri. Xususan joriy yilning shu kunga qadar 38671.9 tonna sut ishlab chiqarilgan. Ushbu xomashyon qayta ishlab Beruniy va qo'shni tumanlar bozoriga yetkazib berayotgan tadbirkor endilikda pishloq va brinza mahsulotlarini eksport qilish ustida izlanmoqda. Alibek mana tuman bo'ylab ijodiy safar qilar ekanmiz. Har qadamda sanoat korxonalari, ishlab chiqarish jarayonlariga guvoh bo'lyapmiz. Mana ayni paytda mana sizning asosan sut mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonangizdamiz. Mana shu korxonani qachondan boshlagansiz bu faoliyatini? Ayni kunda qanday mahsulotlar ishlab chiqarilyapti bu yerda? Korxonani 2019-yil tashkil toptirdik. Bizda sut mahsulotlaridan qatiq, qaymoq, tvorog, smetana, yogurt, sariyog', pishloq ishlayapmiz. Mahsulotlarimizni ichki bozorlarga, chekka hududlarga, keyin Xorazm, Nukusga yuboryapmiz. 2019-yil tashkil topgan bo'lsa, shu kunga kelib bu sexni kattalashtirish uchun proyekt ishlatganmiz. Proyekti bo'ldi, xudo xolasa, hurmatli prezidentimizning 10-farmoniga asosan kreditga zaявка berib qo'yganmiz. Shunga kreditimiz xudo xolasa bitsa, tumanimizda xomashyo yetarlicha ko'pligi sababli seximizni kattalashtirmoqchiman. Ta'kidlash kerakki, Qoraqalpog'iston Respublikasi boy tabiiy resurslarga ega tabarruk hudud. Shu bilan birga, keng o'toqlarimiz, iqlim sharoitimiz mintaqada yetishtiriladigan mahsulotlarning sifatiga ijobiy ta'sir qiladi. Alibek Allabergenov qo'shimcha loyihalarni ishga tushirish ustida harakat qilmoqda. Natijada eksport uchun mahsulot tayyorlash istagida. Bilamiz, Qozog'iston davlati asosan chorvachilik ularda ham rivojlanganda sut mahsulotlari ham ko'p. Nimasi bilan farq qilib aynan ularni qiziqtiryapti bizning mahsulotlarimiz? Bizlarda mahsulotlarimiz ta'mi boshqacha deyapti. Mahsulotlarimiz ular yeb ko'rgan, ta'mini tartib ko'rgan, shundan keyin zakaz tushyapti. Shunga harakat qilyapmiz. Ishchilar soni hozirda 16 ta ishchi bilan band. Qo'shimcha yana uskunalarimiz kelgandan keyin 50 ta odam bilan ish bilan ta'minlanadi. Biz so'z yuritayotgan mas'uliyat cheklangan jamiyatning yana bir tarmog'i non sexlarida xalqimiz dasturxoni uchun non mahsulotlari tayyorlanadi. Bu yerga kirishimiz bilan dimog'imizga shirin non hidi tutdi. Mana shunday korxonalar eng avvalo xalq talabi va ehtiyojiga yarasha mahsulot ishlab chiqarsa, keyingi galda ishsiz yurtdoshlarimizning bandligiga xizmat qiladi. Oldin uyda uy bekasi ishsiz ishlamasdim, uyda o'tirardim. Hozir shu yerga kelib ish bilan ta'minlanib, oilamga daromad kirgizib turibman. İşimiz yaxshi, sharoitlari zo'r, obed, ovqat hamma narsasi ichida, oyliqlarimiz ham yaxshi. Ishlaganimizga qarab ko'tarilaveradi oyliqlarimiz. Prezidentimizning bir aytgan gaplari bor, tadbirkor boy bo'lsa, xalq boy bo'ladi degan. Biz hozir bu yerda 16 odam ishlaymiz. Shu yerda oyliq olib, oilamizga moddiy tomonlama yordam kirgizib turibmiz. Hozir biz bu yerda non mahsulotlari, sut mahsulotlari ishlab chiqaramiz. Bizning mahsulotlarimiz bozor rastalarida sotilib, shu xalqimizga yetkazib berib, dasturxonni chiroyli bezab berib turgandan biz xursandmiz.
Aholini yilning barcha mavsumida sifatli oziq-ovqat bilan ta'minlash borasida ham ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bunda joylarda sovutgichlar faoliyatini yo'lga qo'yish ustuvor ahamiyatga ega. Qish va bahor fasllarida meva-sabzavot mahsulotlari zaxirasi kamayishi bilan ularning narxi qimmatlab ketishi bor gap. Mana shunday jarayonda narx-navo barqarorligini, aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida hududlarda sovutgichlar tashkil etilgan. Ayni paytda Beruniy tumanidagi 16 sotix maydonda joylashgan sovutgichdamiz. Bu yerda asosan aholi rizqi uchun turli sabzavot, poli sabzavot mahsulotlari saqlanmoqda. Mutaxassis aytishiga qaraganda 3 ta kamerada har qaysida 110 tonnadan sabzi, shu bilan birga yana 3 ta kamerada 350 tonna yaqin kartoshka, xurmo, uzum, anor va boshqa mahsulotlar saqlanmoqda. Asosiy maqsad qish kunlarida bozorlardagi narx-navoning barqarorligini ta'minlashdan iborat bo'lmoqda. Ma'lumki, mamlakatimizdagi mavjud tabiiy iqlim sharoiti qishloq xo'jaligi mahsulotlarini, xususan meva-sabzavotchilikni barqaror rivojlantirish imkonini beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan sohani bozor munosabatlariga o'tish jarayonida meva-sabzavotchilikni rivojlantirishga ustuvor yo'nalishlar sifatida katta e'tibor qaratilmoqda. Mana shunday sovutgichlar qurib, qishloq xo'jaligida yetishtirilgan meva, poliz, sabzavot mahsulotlarini saqlash barobarida qayta ishlab eksport qilish uchun ham imkoniyatlar paydo bo'ladi. Ushbu inshoot ayni kunda xalqimizning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash barobarida ko'pgina beruniyliklarni ish bilan band qilgan. Prezidentimizning farmoniga asosan 5 milliard kredit olganmiz. 2 oy davomida bitta ichine hozir qishloq xo'jalik mahsulotlarini solyapmiz. Asosan o'zlarimizda yetishtirilib turgan sabzi, kartoshka, piyoz, xurmo shu narsalarni saqlayapmiz. Ichki bozorlarda qishloq xo'jalik mahsulotlari narx-navoning barqarorligini saqlash uchun. Ishbilarmonlik bugungi davrning talabi. Tadbirkorlikni yo'lga qo'yish orqali kambag'allikni qisqartirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, shuning barobarida aholi bandligini ta'minlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Mahsulot ishlab chiqarish hajmi ortgan sayin xalqning talabi, ya'ni mahsulotga qo'yiladigan didi ham ortib boryapti. Ya'ni endi tadbirkorlarimiz import o'rnini bosuvchi shu bilan birga eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish talab etiladi. Beruniy tumanida ayni borda ham amaliy ishlar yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda energiya manbalaridan tejamkorlik bilan foydalanishni davrning o'zi taqozo qiladi. Ayniqsa qish kunlarida xalqimizning ko'p mablag'i kommunal xizmatlar to'lovi uchun ketadi. Demak, tejamkor va samarali uskunalarga talab yuqori. Ushbu talabdan kelib chiqqan holda ayni kunda mazkur korxonada ilitish qozonlari, temir buyumlar ishlab chiqarilmoqda. Ushbu korxonada hozirgi kunda 60 ga yaqin odamlar ish bilan band. Tuman bo'ylab ijodiy safar qilar ekanmiz, har qadamda yangiliklarga guvoh bo'ldik. Xalqning dunyoqarashi ongi o'smoqda. Ular harakat qilib, muvaffaqiyatga erishish mumkinligini, shuningdek, davlat va prezidentning qo'llovini his qilmoqda. Bu esa olib borilayotgan islohotlar o'z natijasini berayotganini ko'rsatadi. Mana shahrimizning ko'rkina ko'rk qo'shilib, yilda yangi imoratlar, 5 qavatli imoratlar qurilib, xalqni uy-joy bilan ta'minlab to'liq miqdorda hozir o'zimizning tumanda 240 mingdan ziyod aholi bo'lsa, shuga yetadigan darajada imkoniyatlarimiz cheksiz. Tibbiy sohada bo'lsa, oldin tumanning markazida shifoxona, больница bo'ladigan bo'lsa, lekin qishloq joylarida shu birinchi marta tibbiy yordam ko'rsatadigan mutaxassislar ham yetmaydi, xonalar ham yo'q edi. Hammasi shu vaziyat mashinada skoriy deb turib kelaman degancha ko'plari yo'lning yomonligidan, masofaning uzoqligidan Allohning bergan omonatlarini berib qo'yganlarni ham ko'zimiz bilan ko'rdik. Mana shu narsalarda hozirgi mana yashab turgan jamiyatimizda ishlar mujassam bo'lib, ko'zni quvontirib, Allohga shukrona qiladigan darajada o'zgarib ketdi. Shavkat Miromonovga butun Beruniy tuman nuroniylardan katta rahmatlar aytaman. Aslida Beruniy tumanida barcha sohalarda ham yangilanishga yo'g'ilgan ildam qadamlar seziladi. Eng muhimi, odamlarning hayoti yaxshi tomonga o'zgarmoqda. Prezidentimiz odamlar ertaga yoki uzoq kelajakda emas, balki bugun yaxshi yashashlari kerak deganlaridek, ayni tamoyil asosida xalq farovonligiga qaratilgan ishlar ko'lami ortgan. Biz esa ko'rsatuvimiz qamrov doirasida asosan ishbilarmonlik sohasidagi islohotlar va uning natijasini ko'rsatishga harakat qildik.